Assalom ona zamin. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim, mehri daryo mehrimonlarim. Omonmisiz? Sog'misiz? Bo'ldi, shuni o'zi yetib ortadi. Demak, siz ayni damda, ayni paytda Mahalla telekanali oqshomlar ko'rsatuvini ko'ryapsiz. Biz bundan xursandmiz, to'g'rimi Nigoraxon? Albatta. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kuningiz yaxshi o'tdimi? Yana bir go'zal, chiroyli, fayzli oqshomda sizlar bilan Mahalla telekanali oqshomlar teledasturi orqali ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xuddi shunday. Biz ham xursandmiz. O'zi odatda kun mobaynida, hafta mobaynida, oy mobaynida biror ishingizni bajarsangiz, demak xursand bo'lasiz, shod bo'lasiz. O'sha vaqtim bekorga, behudaga zoya ketmadi deb bemalol xotirjam bo'lasiz. Agar teskarisi bo'lsa, odam biroz dili xira bo'ladi. Demak, ayni paytda siz oqshomlar ko'rsatuvini ko'ryapsizmi? Demak, siz baxtli insonsiz. Bunga hech ham shubha yo'q. Demak, siz vaqtingizdan unumli foydalanyapsiz. Mazmunli foydalanyapsiz. Ana. Ma'noli foydalanyapsiz. Demak, bizni kuzatsangiz, birinchidan kayfiyat ko'tariladi. Albatta. Ikkinchidan kerakli, qimmatli, bir-biridan qiziqarli bo'lgan qo'shiq taronalar tinglaysiz va ma'lumotlar olasiz. Demak, va san'atkorlarimizni yana ham yaqindan tanish imkoniyati sizlarda bo'ladi. Xuddi shunday. Demak, siz sog'ingan san'atkorlarni bugun biz studiyamizga taklif qilamiz. Sizlarni hayratga solish uchun juda ham ko'p ijodkorlarni taklif qilganmiz. Aktyor, rejissyor, teleboshlovchi, prodyuser. Sanaveraymi yo ismi shartini aytaymi? Chaqira qoling. Kelishdik. Demak, hammasi mujassam bo'lgan serqirra ijodkor, ustoz san'atkor Burxon Sharopov hamda juda ham nafaslari o'tkir bo'lgan ijodkor, ustoz ijodkor Nig'matjon Dushanovlarni taklif qilamiz. Marhamat. Melagim, kalbim mülki. Can melagim, kalbim mülki. Yüreğimde işk yaşın ziyasın sen. Yüreğimde işk yaşın ziyasın sen. Gazel bittimin İlham kuşu gül kanadı nevassin sen Tebessümü öt nigahı canım get teşti Yanık yügen telbe köylüm edasın sen Yanık yügen telbe köylüm edasın sen Nezaketim, letafetim, behtim, izzetim Muhabbetim, gülüm, rümün gidasın sen Şaydar nezcersenlerdi bilsin bu dünya Nurli hayat, tahirimin zırasın sen Can melagim, kalbim mülki Can melagim, kalbim mülki Yüreğimde işk yaşın ziyasın sen Yüreğimde işk yaşın ziyasın sen Rahmat, salomat bo'ling, ofarin. Xush kelibsizlar ustozlar, sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Qani sizlar uchun ajratilgan joylarni egallashingiz mumkin. Marhamat, qani ustozlar. Qip qizil
Qizil stul. galishingizga mos bo'lgan. Albatta. Ustozlar Haqiqatni gap. fursatdan foydalanib mana muxlislar bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Qanaqa? Assalomu alaykum aziz mahalla telekanalining doimiy muxlislari. Assalomu alaykum. Yana bir bor sizlar bilan ko'rishtirganda xursandman. To'g'rirog'i mahalla telekanali men hech qil ko'z tegmasin. Juda ko'p chiqish qilyapman. Ko'z tegmasin. Mahalla telekanalida. Hali u kanal, hali bu kanal, hali bu ko'rsatuv, hali u ko'rsatuv. Bugun mana oqshomlar. U ancha bo'ldi chiqmaganimizga. Mana shu 1 yil Yil boshida chiqqan. Yil boshida bo'lgan edi, lekin xafa bo'lib yurdim. Yaxshi chaqirib qoldinglar. Bor bo'ling. Rahmat, xursand bo'ldim. Uni hozir aytamiz. Namajon aka ko'rishib olishingiz mumkin, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, hurmatli xalqimiz, ota-onalar, aka-singillar. Mahalla telekanalini hurmat qilamiz. Sizlarning muxlislarmisiz o'zi aslida? Rahmat. Men ham bir chiqam ekanman, yurarim mana bir xonakam bugun. Alloh nasib qilsa keldik. Tushirib olib keldik. Tushib mana galstuklar taqib qo'ydilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Akam ko'pchiliga yaxshilik qiladilar. Ko'pchilik galstuk taqadilar. Ko'pchilik galstuk taqadilar. Ko'pchilik yanada ham manchalik bilmaydi bu xonakani baribir. Ko'pchilik bilmaydi. O'sha uzoq 80-yil oxirlaridan 80 o'rtalarida boshlab bilaman. 86-yilda. 82-yil assalomu alaykum. Ana bo'lmasa, mana Burxon akaga ta'rif beramiz. Qani ketdik. Juda ham ko'p ijodkorlar. Sizlarimiz yorqin yulduzlardan so'rasak, Burxon aka o'zi tramplin deydi. Shu oldiga borib borsangiz san'at olamiga seni uchirib yuboradi. Haqiqatan ham juda ham ko'p ijodkorlarni o'sha san'atni o'z yo'lini topishlariga albatta sababchi bo'lgan ustoz ijodkor hisoblanadi. Endi bekorga biz Namat aka bilan birga taklif qilmadik. Ayni paytda hamkorlikni boshlagansiz. Shundaymi ustoz? Burxon aka? Yo'q, bu bilan tugatdik hamkorlik. Endi boshlandi deydi-ku, xudo xolasa. Endi boshlandi. To'g'rirog'i Shamsi bilan hozir, Shamsi bilan. To'g'rirog'i bugungi ko'rsatuvimizga yana bir mehmonimiz tashrif berish kerak. Ana shu men aytmayman kimligini, o'zingizlar e'lon qilib chaqirasizlar. Ana shu xo'p bo'ladi. bilan biz ijodiy hamkorlik boshlaganmiz Ustozoda xonanda bilan. Bu bilan biz doim birgamiz. Yonimda doim. Gapda ham bilasizlar bizlar bilan. Sog'. Sog'. 82-yildan berimi ish qilib? 82-yildan keyin 90-yildan boshlagan bizlar. 82-yildan. Kliplarimni ham olishganda bizlar. Ana ularga alohida to'xtalamiz hali. Yo'q narsani ham qilib berganlar Rahmat akaga. Men nima demoqchiman, fursatdan foydalanib Burxon akamga raqqosa yo'q edi. Raqqosalargacha olib kelib, keyin o'sha Mobora kafesida bo'lgan, shu yerda chiqib o'shalarni ham o'ynatib, men o'zim hayron qolgan joyim shu nimalardir yaratadi aka. Tashabbuskorlik kuchli ustoz. Tan olish kerak. Shekilli. Bugun xudo xolasa. Filmlarda Gavharsiz aka, Gavhar. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Demak, tasanno. Demak, gaplarga qo'shilaman. Mamnuniyat ila biz mana yana bitta kursi turibdi. Bu kursining egasi bor. O'zlari aytib o'tgandek, endi hamkorlikni boshlagan yosh ijodkor, ustoz san'atkor desak xato bo'lmaydi. Demak, Ustozoda san'atkor Shamsiddin Hamdamov taklif qilamiz. Marhamat. Yanım gelende canım ol dedim. Elinde yağlığı yelpeselendi. Elinde yağlığı yelpeselendi. Yelpeselendi. Elinde yağlığı yelpeselendi. Elinde yağlığı yelpeselendi. Yelpeselendi. Elinde yağlığı yelpeselendi. Elinde yağlığı yelpeselendi. Elinde yağlığı yelpeselendi. Elinde yağlığı yelpeselendi.
beselendi. Yoqimli Bor tarona bo'ling, uchun Shamsin sizga aka. alohida rahmat, marhamat. Muxlislarimiz bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, san'at shaydolari, muxlislar. Taklif uchun rahmat. Eng avvalo shu muxlislarimiz bilan yana bir bor zangori ekran orqali bo'lsa ham uchrashib turganimdan bag'oyat xursandman. Salomat bo'ling, bor bo'ling. Qani, Bor bo'ling. marhamat. Bugungi mehmonlarimiz bir-biridan sho'x. Sezyapsizmi? Menimcha bugun zerikarli oqshom bo'lmaydi. Energiya gap bo'lish mumkin bo'ladi. Mendan qochib yuribdi. Qochib yuribdi. Uraman-da, chunki sal noto'g'ri qilib qilsa, harakat qilsa, sahnaga ham qaramayman. Erkatoyligimni ham ko'taradi bir akam sog' bo'ling. Bir hali aytgandek sho'x bolalar kelgan mana sana juda sho'xsan o'zi. Salam sho'xsan o'ding? Ha, bu ham sho'x mana. Galstuga mos. Bor bo'linglar. Shamsiz hozir ancha og'irlashib qolgan. Ha. Og'ir tabiatroq. Yaxshi, sog'lig'i yaxshi o'zi. Sani teskari. Men endi buni sansirashim, qadrli tomoshabinlar, qadrli do'stlar. Men o'sha 80-yil o'sha rahmatli Muhriddin Xoliqov zamonlaridan boshlab men buni bilaman, ukamni. Odatda mana ko'p videolar qo'yib yuradi-yu, Telegram, Instagram shu bugungi ijtimoiy saytlardan qo'yib yuradi. Qachon qarasa shu ustoz Muhriddin Xoliqov bilan quchoqlashgani, bir narsa kiyib, yugurib, bir narsa hamma ish qilib, nimaga buni gapirgani bu Erkatoy shogirdlaridan bo'lgan. Qo'yishimiz sababi avvalo Alloh rahmat qilsin, joylar jannatda bo'lsin. Oxun akam, Muhri akam, Husniddin akam, joylar jannatda bo'lsin. Qo'yishimiz sababi buni nimaga bitta yo ikkita odam ko'rib Alloh rahmat qilsin deganni o'zi savob bo'lar ekan Burxon aka. Joylar jannatda bo'lsin ustoz. Qancha ko'p duo olsa shunchalik savob ham ko'p yetib boradi. Endi bu haqiqatan bu ham bunday olib qarasa, mana masalan yonimizdagi ustozoda xonanda o'sha marhum Turkmaniston, O'zbekiston xalq artisti, sevimli bizani o'sha bolaligimizdagi sevimli, mana yaqingacha shu umrlar qisqa ekan. Shu paytgacha biz ijodlarni ko'rib, eshitib, miriqib kelganmiz va qarangki aylanib kelib, nima deydi, vaqt taqozosi bilan Shamsiddin Hamdami bilan biz bir hamkor, bir aka-uka bo'lib qoldik. Bugun deyarli bir oycha bo'lib qoldi shu ijodiy hamkorlik boshlaganimizga. Bu ham masalan Nig'mat haqiqatan ustozoda bola yigit bo'lgan bilan o'sha ustozi o'g'li emas, nima deydi? O'g'lidek bo'lib qolganda. O'g'lidek, o'sha Muhri akam o'g'lidek ko'rardilar. Va mana bu Shamsiddin do'stimiz albatta shu ustozoda, shu ustoz Bobomurod Hamdam farzandi. Men uni eshitib yurardim, oldindan eshitib yurardim. Ko'pchilik ko'cha-kuyda to'y hashamlarga borganingizda birdaniga Bobomurod akaga o'xshar ekan, Bobomurod akaga O'xshaydilar, haqiqatan. Juda ham o'xshaydi ham. Ovozlari, ovozi ham o'xshaydi, o'zi ham o'xshaydi, hattoki yuziga hollari ham o'xshaydi. Otasini bolasi-da. Albatta. Otasini bolasi. Unga shubha yo'q. Nig'matjon aka, mana hozir Muhri aka rahmatli ustozni esladik. Juda ham Erkatoy shogirdlari bo'lgansiz. Qanday xotiralar bor sizda, qani? Xotiralari ko'pini eslaymiz. Muhri akam juda ham bir birdaniga kelarmi ekan shu xotin? Xotiralar birdaniga ham kelaveradi. Ha, keladi. Nimaga siz mehribon ustoz bo'lganlar. So'zi to'g'ri edi, qo'shini to'g'ri edi.
keyin qayta nima desam bo'ladi, sahnaga chiqasizmi, to'yga borasizmi? Shu joyda muxlislarni nima deydi, sazovor bugun ko'proq sani eshityapti degan fikr. Masalan, to'yga borsangiz, O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist Muhriddin Xoliqov, Shogirton Omajon Tusham desamda qarashadi baribir. Alloh rahmat qilsin, ustozim joylar jannatda. Ko'p xotirlayman. Masalan, mana o'zimni to'ylarim, senimi to'yda ham, boshqa har xil to'ylar bo'ladi. Ko'p to'ylar bo'lgan, lekin avvalo yubileylariga borardik, tabriklardik. 5-sentyabr Burxon aka eslasizmi? Qanaqa govjim odamlar bo'lardi. Hamma kelar Otabek Shotdaydi, Ozodbek Nazarbekov Shotdalar, umrlari uzoq bo'lsin. Abdulla Qurbonov Shotdalar, Abdulla Ubaydullayev, Muhammadjon Abdullayev galarni usta boladirdik buni. Namangandalar kelib qoladilar, xudo xolasa. Ashaddiy muxlisimiz. Hali meni sendek sevarlar etgan. To'ylarga kelardilar, to'ylarga yetardim. Shu go'yoki osham berganmiz. Utta Burxon aka eslasangiz, bolalikda oshlar shu domlarni tegi bo'lardi, o'sha yerda dekoratsiyalar qilib kutib olganmiz. Oshlarga ham kelganlar. Rahmali gap yo'q deya olim akam o'zlari kutib olganlar. Alloh rahmat qilsin, eslab o'tamiz, joylar jannatda bo'lsin. Alisher akam hammalik kelishgan, alohida o'tirishgan. Keyin challarga ham kelishgan. Umida Mirhamidova dijur bo'lganlar. O'sha yerda ham Ahmad aka sunnaychi bo'lgan, eslasangiz. Alloh rahmat qilsin. Shularni shu nig'mat bitta ish qilgan. Bugun yor-yori etiladi, to'ylar bor etiladi dedilar. Shu Ahmad aka chalib kirgizsin deb qarsaylar bilan kirgizishgan. Shuni eslaymiz. O'zlari boshqacha bo'lganlar. Kelmagani qolmagan. O'sha payt bu ko'proq men tashqaridan qarab o'sha suratkor jarayonlari bormi, boshqa bormi, hammasini men boshqarib turardim. O'sha haqiqatan aytganda, o'sha respublika madaniyat vazirligi vaziri ukamiz Ozodbek Nazarbekov o'sha paytda mana Nig'mat, o'sha Muhammadjon Abdullayev, Abdulla Ubaydullayev, juda ko'pchilik, Abdulla Qurbonov, juda ko'pchilik edi. Hammasi Otabek Madrahimov, o'sha men Shukur akam ham shahada yurganlarimiz. Shukur Isroilov. Shukur akam ham ko'p eslaydi. Juda ko'pchilik ham. Bular o'sha haqiqatan endi tetapoy bo'layotgan yoshlar-da. Muhir akani bularni o'sha hattoki quvlab, men boya aytganimdek oldiga solib, ko'p nasihatlar berib, ko'p bularga o'gitlar berardilar. Keyin mana qarangki, bugun kelib, mana ustozi shunchalik o'sha o'gitlari, yo'llariga, maslahatlari mana shunaqa ajoyib yigitlar bo'lib yurishdi. Kim, masalan, davlat mana rahbari, kimlar yaxshi xizmat ko'rsatgan artistlar, xalq artistlari. Alohida to'xtalib o'taman. Muhriddin akamni mehribonchiliklari, she'r tanlashlari, qo'shiq aytishlarini biriga bir deymayman, ozgina olganmiz. Bir otini changi yiqib qolgan, xudo xolasa. Borsam Muhir akam nafas keladi, Muhir akam duo qilishadi, Alloh rahmat qilsin deshadi. Yozdagi turishlari o'xshaydi, rahmat deb yozishadi. Endi bu yerga nima demoqchiman, To'lqin aypan sog' bo'lsinlar, singlari bor, umrlari uzoq bo'lsin. Eslaymiz. Shahobiddin Xoliqov eslaymiz, akalari bor, umrlari uzoq bo'lsin. Ko'p men uyim yonida turamiz, ko'proq chaqirib nima deydi, she'r tanlashda, qo'shiq aytishda, go'yoki o'sha studiyalarda ham o'zlari turganlar. Mana hozir qandoq nigorimga aytamiz shuni. Shahob akam turib shu mamtini mamana qiyet, deb umrlari uzoq bo'lsin, akalari bor. Kecha gaplashdim. Shahob aka sizga alanganlik salom, umringiz uzoq bo'lsin. Endi to'g'rirog'i yaqinda o'sha damlar bo'ldi sizlarda. O'sha damlar mahalla kanali. Shu men uzoqda bo'lib qoldim. Qashqadaryoda to'yda bo'lib qoldim, kela olmadim, lekin alohida chaqirishdi. Alohida chaqirib, alohida men suhbat berdim, intervyu berdim va o'shani ko'rsatuvda qo'yishdi. O'sha sumalak ko'p eslanadi. O'zingiz olgansiz, buni keling. Men o'zim olib berganman. Demoqchi bo'lganim 1997-yil edi. 97-yil. 97-yil edi. O'tgan asr. Shunchalikmi? Men kechagidek xuddi kechagidek bo'lgandek. Demoqchi bo'lganimki, bu san'atkorlar mana ko'proq o'sha Muhir akamga ham, Nig'matga ham ko'proq o'sha men ustida bo'lardim-da ko'p. Husniddin rahmatli. O'sha studiyada, mana O'zbekiston radiosidagi 15-studiyada men o'sha jonli qo'shiqlar yozilishini jarayonida bo'lganman ustida. Ko'proq Husniddin Xoliqov rol o'ynardi. Muhir akani qanaqa yo'llar ashib etishi, qanaqa qilib xirib chiqarishi, qanaqa qilib tomoshabinni qulog'iga qoladigan o'sha nolalarni qilishi Husniddin Xoliqov o'rgatardi. Aka, mana bunaqa emas, bunaqa to'xtatardi, men qarab turardim.
stop boshqatdan deb Husnidin Xoliqov juda ko'p xizmati bo'lgan. Ularni qancha eslasak shunchaki. Endi o'sha damlar bo'lib ketmasin, mana hozirgi kunda mana Nig'matjon Tug'ilgan kunimmi bugun? Shamsi, sen bormisan, o'zi yaxshi yuribsanmi? Buni hisoblasin. Shamsidan Baland borman deyaptilar bu yoqda. lekin men bitta narsadan xursandmanki, Shamsiddin hozir bitta qo'shig'i mana hozir kim eshitsa 7 dan 70 gacha birdaniga eslaydi. Voh deydi, rahmat deydi. Bitta qo'shiqni qayta ishlab keldi. Bu yangilik demak. Bugungi mahalla kanalining oqshomlar ko'rsatuviga demak premyera sifatida. Lekin u premyerani Bobomurod hamda qilib bo'lganlar, lekin endi Shamsaga tomon Shamsa ijrosida shu qo'shiq kuylanishi kerak va bu hozir ayni mana shu Bobomurod Hamdamov eslatadi. Eshitgan odam hozir ketdik, bo'lmasa bunday qilamiz. Namajon akadan ustozni qo'shiqlarini eshitamiz, sizdan esa Bobomurod Hamdamov qo'shiqlarini bitta-bitta ketma-ket eshitamiz. Kelishdingmi? Hozir sizdan. Marhamat ustoz. Tushlar ko'rib kechalari bedorman. Necha yilki vaslinga men xilnorman. Tushlar ko'rib kechalari bedorman. Rozi bo'lsang bir umrlik yorman. Aytgan shartlaringga jonim tayyorman. Rozi bo'lsang bir umrlik yorman. Aytgan shartlaringga jonim tayyorman. Qandoq qilay nigarim. Bag'rim qilib zor yig'laydi yorim. Qandoq qilay nigarim. Bag'rim qilib zor yig'laydi yorim. Ahvolimiz ko'rib turib Qodir Alloh nega aslo bizga rahming kelmaydi? Ahvolimiz ko'rib turib Qodir Alloh nega aslo bizga rahming kelmaydi? Qandoq qilay nigarim. Bag'rim qilib zor yig'laydi yorim. Qandoq qilay nigarim. Bag'rim qilib zor yig'laydi yorim. Ahvolimiz ko'rib turib Qodir Alloh nega aslo bizga rahming kelmaydi? Ahvolimiz ko'rib turib Qodir Alloh nega aslo bizga rahming kelmaydi? Qandoq qilay nigarim. Bag'rim qilib zor yig'laydi yorim. Qandoq qilay nigarim. Bag'rim qilib zor yig'laydi yorim. Qandoq qilay nigarim. Bag'rim qilib zor yig'laydi yorim. Qandoq qilay nigarim. Bag'rim qilib zor yig'laydi yorim.
Yar məni yaktın, yandırdın, canımda derman kalmadı. Yar məni yaktın, yandırdın, canımda derman kalmadı. Mecnun dey sakla çölünden, dilimde derman kalmadı. Mecnun dey sakla çölünden, dilimde derman kalmadı. Arzu aylab yarıdan, yandırdım hicran narın. Melul melul yığlap sanın, canımda derman kalmadı. Canımda derman kalmadı. Ey sabrım kararım alğan, ey gül sinema ot salğan. Ey sabrım kararım alğan, ey gül sinema ot salğan. Seni ahizalın bilen, canımda derman kalmadı. Canımda derman kalmadı. Seni ahizalın bilen, canımda derman kalmadı. Canımda derman kalmadı. Arzu aylab yarıdan, yandırdım hicranın narın. Melul melul yığlap sanın, canımda derman kalmadı. Canımda derman kalmadı. Gül moruş buldu kar bilen, günün öttü ağzar bilen. Yar məni yaptın nar bilen, canımda derman kalmadı. Gül moruş buldu kar bilen, günün öttü ağzar bilen. Yar məni yaktın nar bilen, canımda derman kalmadı. Canımda derman kalmadı. Arzu aylab yarıdan, yandırdım hicranın narın. Melul melul yığlap sanın, canımda derman kalmadı. Canımda derman kalmadı. Canımda derman kalmadı. man boshlovchilardan oldinroq mayli bir ikki ma'lumotlar berib yuborsam. Albatta. Marhamat, bemalol. Teletomoshabinlar bilmaydi bu narsani. Men endi Shamsiz bilan ko'proq birga bo'lganimiz uchun ko'p ma'lumotlarni o'rganib, oldinroq ham hattoki o'sha Boburod Hamdamovni to'ylarda, yaxshi kunlarda ko'rganimda hazilkash inson edilar. Hattoki bilasizmi, mana shu hozir eshitdinglar, mana tomoshabinlarga savol beraylik. U nimalar yozishadi endi o'zi. Albatta. Fikrlarni yozishadi. Deyarli ovozi Farq qilmaydi. farq qilmaydi. Mana nima, sen o'sha bolaligingdan bilasan. Hozir mana eshitib, to'g'risi yaqinda qo'shiq. Mana bugun sizlarni ko'rsatish uchun tayyorlandi. Bu premyera, hozir taqdimot bo'lib o'tdi. Lekin men o'zim ham hozir birinchi eshitdim, shu nima yozilgandan keyin eshitmagan edim. Sizdan keyin mana hozir eshitdim. Haqiqatan butun jimirlab, nima deydi, chumollar yurib, bolalikni esga soldi dedingiz, adashmasam hozir. Hattoki bilasizmi, men ma'lumot bermoqchi bo'lganim, Boburod akam o'g'liga hattoki muxlis bo'lgan.
Tasavvur qilyapsizmi? Hattoki men hozir bir ikkita nolalarni ijro etganini Muborak akam aytmaganlar. Unaqa ijro qilmaganlar nolalarni. Nola qilganlar chiroyli o'sha hind yo'nalishidagi chiroyli nolalar qilganlar, lekin hozirgi Shamsiddindek qilmaganlar. Ana shu holatlarni eshitib, kuylab o'tirganlarda bolam mana shu joyini chiroyli olding. Shuni men qila olmayman. Baraka topgin der ekanlar. Yo'q. O'zlari muxlis bo'lganlar. Hali o'zlaridan eshitaylik. Shuni eshitdik haqiqatan. Qariki hozir gapiring. Ijoddagi Gapiring. ustoz uyda ijod qilganlar. Xo'p, qani? Endi adam rahmatli musiqa san'atga juda bir nima edilar. Nima deydi, fidoyi deymizmi? Juda yaxshi ko'rardilar. Juda talabchan edilar ham. Mana gapimga nima deydim, sozanda akalarimiz bor, uni yaxshi bilishadi. Shunaqa bir hech kim eshitmagan, hech kim ilg'amagan joylarni ilg'ardilar-da. Shu og'izlaridan unda xirgoyi qilib aytib berardilar, shu sozanda akalarimizga ham. Bumi ustoz deb yo'q, unaqa emas. Bitta mayda bir haligi tilla o'lchaydigan mayda karat, mayda nima deydi? Qochirma shu. Shuni tushunmayapsan. Deb oxir endi topishardi. Voy, ustoz mana shuni deb. Buni siz tushunasiz, men tushunaman. Bu muxlis nima qilmaydi-ku, yo tushunmagani bilan mabtiga yetib keladigan qalb tolalarini chertadigan mana shu bo'ladi. O'zi tushunmagani bilan qalbi tushunadi. Juda bir talabchan edilar. Meni ijroyimga ham juda bir nima qilardi. Endi bundan ortiq e'tirof menga menimcha kerak emas. Ota-ona kim ota bo'lganda ham kimsan falonchi butun Raj Kapurlarni lol qoldirgan insonning e'tirofi har narsadan ustunda endi men uchun. O'sha festivalda 2015-yil men o'zim orzu qilgandagi o'sha Rishi Kapur tiriklik paytida Turkiston saroyida konsert bo'lib boshlar edim. O'sha paytda qarangki, men orzu qilgan Hindistonga borib Rishi Kapur topishim kerak. Bir qo'ldan ushlab quchoqlab rasmiy tushishim kerak desam, zamon aylanib kelib, o'zi kelib akasi Ranbir Kapur, o'zi Rishi Kapur va Mukesh o'g'li Nitin Mukesh keldi. Turkiston saroyida ko'rishtirib, rasmlarga tushdik, quchoqlashdik. O'sha butun nimamdan chiqdim, armonim qolmadi. Qarangki, ana shu Mukesh O'zbekistonga kelib, men otamning ovozini topdim degan. Bir videosida men ko'p ko'rganman. Yana ko'rmaganlar bo'lsa, eshitmaganlar bo'lsa, Mukesh o'sha Sangan filmidagi Janob 420, Dayda filmlaridagi Raj Kapurga ovozini ijro etib bergan Mukeshni o'g'li birga keladi o'shanda. Biz ko'rishib, rasmga tushib, keyin Bovorot akam bilan nima Shamsini kelasiga bularga gul bergan-ku. Hindliga. Ular olib bularga gul berishyapti. Bovorot akam bilan nimaga gul berdiki, meni keyin telefon qildi. Shundan olib onasiga Hindistonga telefon qilib o'sha paytda, "Ona, meni otamni ovozini topdim." Ana. Qanaqa gap? O'zbekistonda topdim. O'zbekistonda Bovorot degan endi o'zining tilida gapirib, ovozini topdim. Mukesh otamning ovozini O'zbekistonda topdim degan. Qarang qanchalik. Shunday ta'rif bo'lgan 1986-yilda. Albatta, bu tahsinga sazovor. Albatta. To'g'rimi, Shamsiddin? Mana shunday afsonaviy ijodkorlar mana shu zaminda katta bo'lib ijod qilganini o'zi biz uchun bir faxr hisoblanadi. Mana endi Shams akadan ustozi yo'llarini davom ettiradigan mana ukamiz Bundan xursandmiz. Albatta. Hozir Shams aka sizdan bir emas, ikkita juft tarona tinglaylik, chunki muxlislar ham hozir kutib turibdi. Qani, yana bizni hayron qoldiradigan nimalari bor ekan deb. Marhamat, qani. Marhamat.
Gördüm yüzünü devona buldum Akli huşumdan begona buldum Gördüm yüzünü devona buldum Akli huşumdan begona buldum Kevser şarabın yadımga gelmez Leli lebinden mestana buldum Mestana buldum Mestana buldum Mestana buldum Ben mestana buldum Ben gördüm yüzünü devona buldum Akli huşumdan begona buldum Gördüm yüzünü devona buldum Akli huşumdan begona buldum Meşrepke meysur kim buldu meyhur Mecid-i mesman meyhana buldum Meyhana buldum Meyhana buldum Meyhana buldum Ben meyhana buldum Ben gördüm yüzünü devona buldum Akli huşumdan begona buldum Gördüm yüzünü devona buldum Akli huşumdan begona buldum Begona buldum Ey begona buldum Gözünü canım şahla yetipsen Berşen yana şeyda yetipsen Kaşını kakıp sensin bakıp Sevgi ateşin peyda yetipsen Gözünle canım şahla yetipsen Berşen yana şeyda yetipsen Gözünle canım şahla yetipsen Berşen yana şeyda yetipsen Kaşını kakıp sen sırlı bakıp Kaşını kakıp sen sırlı bakıp Sevgi ateşin peyda yetipsen Sevgi ateşin peyda yetipsen Gözünle canım şahla yetipsen Berşen yana şeyda yetipsen Şına yetipsen, iş bahri ara şına yetipsen, gözünle canım şahla yetipsen, perşane yana şeyda yetipsen, gözünle
shahla aytibsan, men shani